Bu yillarınız o'tmaydi. Kunda janjal bo'lsa, yuragingizni ushlaysiz. Yosh bola deb o'ylayapsizmi? Shu yerdami, telefonimni ko'rmadingizmi? Qo'ygan joyingni qara. Ha, ertalabdan qayerdan ketdingsan? Yana boshladingizmi? Dugonalarim bilan o'tirishim bor edi. Mendan so'radingmi narsan? Yo'q. Men senga kechqurun bilan mazam bo'lmay chiqdi. Birga doktorga borib kelamiz degandim. Doktorga o'zingiz borib keling. Bitta joyga chiqadigan bo'lsam, men bilan chiqqingiz keladi. Bahonangiz yo'qmi boshqa? Men ketdim. Yaxshi o'tiring. Mayli, Alloh insof berar bu xotinga. Doktorlar ham analiz javobi yomon deyishdi. Umrim ham qisqa qolibdi. Xotinim ham qadrlamaydi. Mayli, umrim boricha yashay. Bir gap bo'lar. Ne eshik ochiq? Dugonalaring yonidan keldingmi o'zi? Ishga bormadingizmi? Doktordan kelyapman. Ustimga yengilroq kiyim kiyib ketaman keyin. Doktor boshqa bahona topa olmayapti. Ustimni almashtirib chiqing undaman. Bilganingizni qiling. Onasi men ishga ketdim. Men buni yuvib qo'yarsan. Nihoyat ishga borar ekansiz. Xo'p, yuvamizda. Xorbi. Assalomu alaykum xo'jayin. Tuzumsiz? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Shu orada ko'p yuraysan chotida xo'jayin. Doktorga ko'rinmadingizmi? Doktorga qatdan vaqt xo'jayin hozir. O'zi sal vaqtliroq dam olmoqchi edim bugun. Sog'lig'ingizga qarab yurmaysizmi? Dori pol ichmadingizmi? Yo'q, dori ichdim. Sal qo'yolmayapti endi. Bugun sal vaqtliroq dam olaman endi. Agar nonlarni tarqatib bo'lgan bo'lsangiz, ishlar ziq bo'lgan bo'lsangiz, borib dam ola qoling. Xo'jayin shu mashinada bo'laman. Agar ish chiqib qolsa aytasiz. Bo'ldi. Uyg'otib yuborarsiz. Xo'p, bo'ladi. Rahmat.